Menda xafa bo'lmasinlar, Zoir aka, Toshkent viloyati hokimi. Militsiyalarni huquqni himoya qilish bo'yicha bitta zo'r gap aytibdilar-da, qo'shtirnoqchida zo'r gap. O'rni kelsa debdilar, podvalga kirib yotib oladi, paq etsa, millatga nisbatan aytyapti. Erkaklari faqat mana shu fidoyilar chiqadi, ya'ni militsiyalar chiqadi. Bu gapni yutdi-da, jamiyat yutdi-da, vaholanki bu gapni tagida falsafa nuqtai nazaridan aytaman Zoir akaga. Zoir aka, bunaqa gaplardan juda ehtiyot bo'ling. Hokim bo'ldingiz degani sizga xalqni haqorat qilish huquqini bermaydi. Siz onangni deb so'kmagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz yigitni ahamiyatiga tegdingiz. Eshitmaganga olarsiz meni gapimni boshqaga, lekin xatoyingizni do'st sifatida xato deb aytyapman. Matbuot xizmatingizni boshqa orqali yetkazishdi, boshqa qilishdi ko'p o'yladim boshqaga, lekin siz elda ichida bu gapni matbuot xizmati ommaga yoygani uchun, men ham xuddi shu uchun ommani oldida aytyapman. Muhtaram Toshkent viloyati hokimi, xalqni erlariga baho berishda juda ehtiyot bo'ling. Biz o'sha Milliy gvardiya xodimlarini, boshqasini xizmatini yaxshi bilamiz. Lekin bu degani Milliy gvardiyani xodimi erkagu, eru oriyati bor, vatanni paq etsa himoya qilishga kuchi bor, qolganlar jur'atsiz podvalga yashinib oladi degani emas. Agar ana shunaqa millat bo'lganida edi, bu davlatda yigitlar bo'lmaganda edi,